Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz homiladorlikda varikozni qanday davolash. Eng qiziq va dolzarb muammolardan biri. Endi demak bu haqida gaplashib o'tamiz. Nimaga? Avvalo varikoz homiladorlikda nimaga kuchayadi degan savolga javob berish kerak. Bunda asosiy sabab bu birinchi o'rinda gormon o'zgarishi. Ya'ni aynan ayollik homiladorlikda gormon ko'payadi, progesteron gormoni. Bular tomirlarda kengaytiruvchi ta'sir qilgani uchun tomirlar o'z-o'zidan kengayadi. Bu kengayish albatta klapanlarga nagruzka tushgani uchun bu tomirlar kengayib, varikoz kelib chiqishi oson bo'lib qoladi. Demak, bu holat o'z-o'zidan har bitta homiladorlikda varikoz kelib chiqishi asosiy sababdan biri hisoblanadi. Albatta vazn ko'payadi, qorinda demak katta chuqur tomirlarni bachadon, ya'ni bola ezishi natijasida ham bu nagruzka ko'payadi, o'z-o'zidan varikoz ko'payib boradi. Demak, homiladorlikda asosiy sabablar varikozga shular. Endi buni qanday davolash? Eng katta muammomizdan biri vaqtida murojaat qilinmaganligi aslida. Demak, homiladorlikgacha murojaat qilmadingiz, bu endi kichik xatomi yoki katta xatomi, bu albatta homiladorlik davrida aniq bo'ladi. Demak, biz homiladorlikgacha davolamadik, endi nima qilishimiz mumkin? Homiladorlik davrida varikoz batamom davolab bo'lmaydi. Bu aniq. Demak, buni nima qilishimiz mumkin? Davolash qanaqa yo'l? Demak, yengillatishimiz mumkin, asoratlar bo'lishini oldini olishimiz mumkin va nima deydi? Ko'payib ketmasligini oldini olishimiz mumkin. Ya'ni birinchi o'rinda preparatlar yordamida, ya'ni dorilar, Libodia shunaqa homiladorlikda ichish mumkin bo'lgan dorilardan biri hisoblanadi. Diasmin tarkibli. Ular yengillik beradi, ishiqlarni yengillatadi, qaytaradi va asosan shu tomir tortishlariga yengillik beradi. Lekin varikoz davolamaydi. Buni bilasiz. Ikkinchisi bu kompression trikotajlar. Ya'ni chulki yoki bo'lmasam kolgotkalari bor homiladorlar uchun bularni kiyib yurish shu avval aytganimdek bo'lishini oldini olish, ko'payib ketmasligini oldini olish va belgilarni yo'qotish uchun xizmat qiladi. Demak, asosiy narsalar bu tabletka va kompression trikotaj hisoblanadi. Buni hech qanaqasiga skleroterapiya yoki lazer orqali davolash mumkin emas. Bu albatta homiladorlik tugagandan keyin, ya'ni emiziklik davrida ham ma'lum muddat o'tgandan so'nggina bajarish mumkin. Shuning uchun sizlarga eng katta maslahat yoki tavsiya desam bo'ladi. Homiladorlikkacha tayyorgarlik davrida varikozingizni davolatib oling va xotirjam homiladorlik davrini o'tkazishingiz mumkin bo'ladi. Hozircha ma'lumotlar shulardan iborat. Keyingi videomizda yana batafsil to'xtalishimiz mumkin. Savollar bo'lsa kommentariyada yozib ketishingiz mumkin.